Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir ishimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda Oqpamir kreditning kanalimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, shapkalari qoshga 90 gradusli fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tuninkaning kvadrati ko'proq ketadi, chunki tuninkaning bukilishi va ustma ust qatirilishi ham bor. Shuni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana azizlar, ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda qilib bu obyektimizni ham bitirib bermoqdamiz. Bu yerda ichkari shapka va dorizaxonalarni qilib berganmiz. Mana dorizaxonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorizaxonalar hovuz fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying. Bu videoni uyga fon qilmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Mana azizlar, ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilmoqda.